Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun ko'pchiliklar so'raganinglarda отжимание eng foydali mashqlardan biri bu отжимание. Shu mashqning to'g'ri qilishni hozir ko'rib chiqamiz. Oxirigacha ko'rib like bosib tursanglar, juda ham qiziq video bo'ladi bu. Oxirigacha birin-ketin ko'rsanglar, hammasi tushunarli bo'ladi. Sizlarga foydali bo'lishi uchun biz kontent chiqarishdan to'xtamaymiz. Like bosib, obuna qo'yinglar. Qani, let's go. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan отжиманиyani qanaqa qilib to'g'ri qilishni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Birinchi o'rinda razminka qilib olamiz har doimgidek. Bu safar kistlarimiz hamda tirsaklarimizni va yelkamizni razminka qildiramiz. Diqqat, biz razminka qilganimizcha hoziroq o'tib obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Oxirigacha ko'rsangiz, u yoq qiziq voqealarni qo'yib boramiz va kerakli narsalarni olib olasiz degan umidamiz. Qani bu birinchi o'rinda qo'lni qanaqa qo'yish kerakligini ko'rib chiqamiz. Bunaqa qo'yilmaydi qo'l, hech qachon bunaqa qo'yilmaydi. Bunaqa ham qo'yilmaydi. Oldiga ham qo'yilmaydi. Qanaqa qo'yiladi desanglar, mana shunaqa qo'yiladi. Yonroq qo'yiladi. Va keyingi o'rinda qanaqa qilib to'g'ri turib olishni o'rganamiz. Отжиманиyaga mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik mana shunaqa turadi. Yoki bo'lmasa shunaqa turadi. Yo'q. Mana bu kortni sal chiqaramiz. Shunaqa qilib chiqarib, bu orqani tushiramiz pastroqqa. Mana shu holatda to'g'riga qarab qilamiz отжимание. Keyin qo'lga e'tibor beramiz. Qo'l ko'pchilikda mana shunaqa ketadi, mana shunaqa qilinadi. Yo'q. Yoki bo'lmasam bunaqa qilinadi. Qo'lni mana shunaqa o'sha holatda mana shunaqa qilib ketaveradi. Yo'q, bunaqa emas. Keyin bu qo'l aslida orqaga ham emas, yonboshga ham emas, o'rtacha mana shunaqa tushadi. Ya'ni mana bunaqa tushadi, qaranglar. Shunaqa tushadi qo'l. Va keyingi bosqich bu belga e'tibor beramiz. Ko'pchilik mana shunaqa qilib ketadi mana. Belda o'zi, belda yo'q o'ynaydi. Yo'q, вообще qizig'i yo'qdan yo'g'enda. Xullas, belni mana shunaqa qilinadi. Shuni ushlab olib, bel press ushlanadi, qattiq press bilan qilinadi. Shu holatda qilinadi. Xo'p, keyingi o'rinda oyoqqa e'tibor beramiz. Oyoqni mana bunday qilib chalkashtirib ushlab olsanglar ham bo'ladi. Va mana shunaqa ushlab olsanglar ham bo'ladi. Ko'pchilik bunday turib oladi yoki oyoqni yoyib turib oladi. Yo'q. Oyoqni juftlaymiz. Mana bunaqa yoki mana bunaqa chalkashtirib qilamiz. Mana ko'rsatdim. Agarda mana shu video 100 ta like yig'adigan bo'lsa, keyingi videoda biz отжиманиyaning qanaqa foydalari bor va qanaqa sifatda qilsa bitsepsga yoki bo'lmasa mushaklarga qanaqa foydalari borligini ko'rib chiqamiz. Shuning uchun like bosib, obuna qo'ying. Qani, let's go. So strong now.